Bugun mamlakatimizda metallurgiya tarmoqlari ham jadal rivojlanmoqda. Bu o'z navbatida xalqaro ekspertlar tomonidan ham e'tirof etilyapti. Xususan, Koreya Respublikasining soha mutaxassislaridan iborat delegatsiyasi O'zbekiston texnologik metallar kombinatiga tashrif buyurib, hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish, o'zaro tajriba almashish masalalarini muhokama qilishdi. Janubiy Koreyaning yetakchi ekspertlari O'zbekiston texnologik metallar kombinatiga tashrif buyurib, kombinatning kelgusida qo'shimcha qiymat qo'shilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarini yanada rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shdilar. Ular o'zlarining ko'p yillik tajribalarini ulashish barobarida ilg'or texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish bo'yicha qator amaliy takliflarni berishdi. Actually, the Uzbekistan government and Korean government O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari bugungi kunda ODA dasturi doirasida samarali hamkorlikni davom ettirmoqda. Kelgusi 5 yil ichida Janubiy Koreyadan O'zbekistonga sanoat uchun zarur bo'lgan yuqori texnologiyali uskunalarni muntazam ravishda yetkazib berishni rejalashtirganmiz. Qolaversa, har yili 10 nafarga yaqin muhandislar Janubiy Koreyada malaka oshirish va o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ular O'zbekistonga qaytgach, Koreyadan olib kelingan zamonaviy jihozlar bilan ishlash uchun yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishadi. Shuningdek, professorlar, texnologlar va boshqa mutaxassislar o'rtasida tajriba almashish dasturi doimiy ravishda tashkil etilmoqda. Hozirda bu kabi tashabbuslarni yanada kengaytirish ustida faol ish olib boryapmiz. about that kind of program are currently operating now. Mazkur uchrashuv davomida ekspertlar O'zTMKda nanoanalitik laboratoriyani tashkil etish jarayonida kerak bo'lgan zamonaviy jihozlar, texnik va texnologiyalarni tanlash masalasida o'z tavsiyalarini bildirishdi. Shuningdek, xalqaro standartlar va sertifikatlashtirish jarayonlariga muvofiqlikni ta'minlash bo'yicha maslahatlar berib, laboratoriyaning samarali faoliyatini yo'lga qo'yish uchun muhim omillarni ko'rsatib o'tishdi. Bizda loyihalar bor, ishlab chiqarishga yo'naltirilgan loyihalar. Ularni qanaqa tezlashtirsa bo'ladi? Hozirgi ishlab chiqarayotgan kesuvchi uskunalarimiz bular eski stanoklar mo'ljallangan. Hozir qoplama qilgandan keyin ular yangi zamonaviy chipu stanoklar ishlatiladi. Shu bo'yicha maxsus yana ekspert keladi, o'rgatadi shu uskunada ishlash va yana qoplama olish. Bu ham alohida invest loyihaga aylanadi va bizning mahsulotimiz yana ham raqobatbardoshligi oshadi. Bundan tashqari koreyalik mutaxassislar mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish hamda innovatsion yondashuvlar orqali bozor talabiga mos keladigan mahsulotlar yaratish bo'yicha dolzarb yo'nalishlar haqida ham o'z fikr-mulohazalarini bayon qilishdi.